Mushu ayning 5-ida 18 yoshlik amerikalik musulmon qiz Hana Hasan ijtimoiy aloqa supsi TikTok'ga bir film yo'llab, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan keng ko'lamli tutqun qilish siyosatini tanqid qildi. We're about to talk about a genocide that is currently taking place, and no, you can't scroll past this video because we've been way too ignorant on this subject for way too long. There are currently, as we speak, over millions of Muslims being held in concentration camps in China. My brothers and sisters are being raped, tortured, killed, and stripped of their faith for absolutely no reason. And China monitors the media, so they're able to control everything that goes in and out and able to assure that this situation stays on the down low as much as possible. This is literally a second Holocaust in the making, and we are just letting it happen. I have seen the spark that the world was able to create after one man's death. 2017 yili 4-aydan boshlab 1,800,000 dan ko'p Uyg'ur va boshqa musulmon asonliq millatlar Uyg'ur rayonining har qaysi joylarga qurilgan jazo lagerlarida tutib turilmoqda. Misr iloyi, ya'ni Goddess of Egypt nomidagi bu yosh qizning TikTok supsida 884 dan ortiq agashkuchisi bor. U Uyg'urlar haqida e'lon qilgan ism ko'rinishi keng tarqalgan bo'lib, boshqaruvchi tomonidan o'chirilishdan ilgari 4,200,000 qitimdan ortiq ko'rilgan. You guys don't let this happen, like please. Shuningdan keyin uning naq maydonsin yo'llashi cheklangan. Hana Hasan Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilib, nima uchun Uyg'urlar haqida so'z qilishni tanlaganligi to'g'risida to'xtaldi. U yana o'zining amni qat'iy orqaga chekinmaydiganligini, TikTok qatorliq ijtimoiy taratqularda qanday o'zgarishlar bo'lishidan qat'iy nazar, ijtimoiy taratqulardan foydalanib Xitoylarning Uyg'ur rayonida elib berayotgan zo'ravonlikqa qarshi davomli so'zlaydiganligini aytdi. Hana mundaq dedi: Because if it were your family in those camps, you would want somebody to Eğer speak up for you. ailenizdekilerden birisi yoki siz ko'ngil bildigan odamdan birisi aşu lagerga qamalgan bo'lsa, sizmi boshqalarning siz uchun ovoz chiqarishni orzu qilgan bo'lardingiz. Men u lagerlarga tutilgan hech kimni tonimayman, lekin men bu sinni tarqatgandan keyin nurg'un kishilarning Nevri tuqqanlarım aşı jazo lagerlarida dadam lagerga elib ketilganlikdan men uni ko'migili necha yil bo'ldi degandek uchurlar kelishga boshladi. Men yo'llagan u sillarning rost shundoq oilasidagilar lagerlarga so'langan ziyonkashlikka uchurg'uvchilar tarafidan ko'rilishi menga qattiq ta'sir qildi. Shunlashqa men qancha ko'p kishilar bu masalaga ko'ngil bilsa, bundaq sillarni texnik keng tarqatsa, cho'qim bir o'zgarish bo'ldi deb o'ylayman. TikTok Xitoyning ijtimoiy aloqa supsi bo'lib, o'tgan yili noyabrda mazkur supdan foydalanib Uyg'ur masalasini anlatib, nurg'un kishilarning diqqatini tortgan Feruza Aziz ismli amerikalik musulmon qizning TikTok hisobini taqilgan edi. Feruza Aziz o'zining TikTok hisobotida kirpik qayrish usulini o'rgatishni vosita qilib, Uyg'urlarning beshiga kelgan kulfatlar haqida 40 sekundlik bir video tarqatgan. Uning sin filmi TikTok tarafidan cheklanishdan burun 1,600,000 qitimdan ortiq ko'rilgan edi. Of course, get murdered. People that go into these concentration camps don't come back alive. This is another Holocaust, yet no one is talking about it. Please be aware.